Assalomu alaykum o'rtoqlar, men Zikir Qurbonaliman. Tanlovlar yo'li kinosiga kasting bo'layotgan ekan, kastingda ishtirok etdim. Hozirda Tanlovlar yo'li kinosida bosh rolni ijro etyapman. Agarda kimda-kim aktrisalik yoki aktyorlikka qiziqishi bo'lsa, Full Mediaga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Romat Shahboz, Full Media jamoasida Tanlovlar yo'li nomli kinoda kastingda ishtirok etdim va menga bosh rolni berishdi. Kim aktrisa va aktyorlikka qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol Full Mediaga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men Yo'ldosh Diyorbek, Guliston ixtisoslashgan san'at maktabida o'qiyman. Men Full Media jamoasining Tanlovlar yo'li kinosida kastingga ishtirok etdim va bosh rollardan biriga ega bo'ldim. Kimgadir aktyor yoki aktrisalikka qiziqsa, sizlarni albatta kutib qolamiz. Sizlar bilan kelajakda bir jamoa bo'lib, ahil jamoa bo'lib ishlashni niyat qildik. Hammangizni Full Media jamoasida kutib qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Kaminay Kamtarin Hamidullo Sharipov. Full Media jamoasida Tanlovlar yo'li kinosida kasting e'lon qilinayotgan ekan. O'sha kastingda qatnashdim va menga bosh rollardan birini berishdi. Sizlarni Full Media jamoasida birgalikda ishlashga taklif qilamiz. Kimda kim aktyorlik hamda aktrisalikka qiziqsa, Full Media jamoasida kutib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Lola. Bugun Full Media jamoasi bilan birgalikda Tanlovlar yo'li kastingidamiz. Shu kasting orqali kelib, juda ham ahil, yaxshi yigitlar bilan birga bu filmni chiqaryapmiz. Men juda ham xursandman. Kamera orqasi juda ham qiziqarli va chiroyli ketyapti. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Kimni aktrisalik yoki aktyorlikka qiziqishi bo'lsa, bemalol Full Media jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Asilbek, familiyam Saydullayev. Anchadan beri kinoga, aktyorlikka qiziqib yurardim. Full Media jamoasi o'zining yangi kinosi, ya'ni Tanlovlar yo'li kinosiga kasting e'lon qilgan. Kastingda muvaffaqiyatli o'tdim, menga bosh rolni berishdi. Sizlarda ham misol uchun aktyorlik yoki aktrisalikka qiziqish niyatingiz bo'lsa, bemalol Full Mediaga murojaat qilaveramiz. Yangi kinolarda xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz. Yetari shu, hayotdan charchadim o'zim. Pul yo'q, har kuni bir xil narsa. Imkoniyat yo'q. Imkoniyat bor, faqat uni yo'lini topish kerak. Ha, albatta imkoniyat. Ko'rsat qani. Harakat qilish kerak uning uchun. Pul osmondan o'zi tushib qolmaydi-ku. Yo'q, qaranglar, imkoniyat bor. Imkoniyat bor. Faqat biz ko'ra olmayapmiz bu narsani. Qani shu imkoniyat? Pulni qanday topish muhim. Mayli bolla, yaxshimisizlar? Nima qilibsiz yo'l chetida? O'tibmiz hangama qilib. Zerikmadinglar bu bekorchilikdan. Bor, ishingni qil. Bekorchilikdan xudo bezor turib ishlalaring, ko'ting qalqsin yerdan. O'tirishimizni qaranglar-da. Menda bitta zo'r tanishim bor. Bir haftada 1,5-2 ming dollar pul topamiz. Faqat ikkam qilsanglar bo'ldi. Davay. Bo'ldi, men kechga gaplashaman u bilan. Xudo xolasa ishni boshlayveraman. Nimalar deyapsan, ahmoq? Pulni qanday topish muhim? U qanaqa ish, yaxshi ishmi, yomon ishmi? Muhimi bor-ku, tez pul topamiz, 1,5 ming, 2 ming deyapti. Yo'q, adashyapsan. Qanday topishimiz muhim uni? Sen kechga gaplash hal qilgan ishi. Bor, Gapiraveramiz o'zidan, domlan yasab olgan. O'zicha. 2 oy ishlaymiz. Hammamiz bitta jentelmen bo'lamiz. Qanday qilib? Men aytganim qil bo'ldi. Tamom, sen ish hal qilgin, ertadan ishni boshlaymiz. Muammosi yo'q, o'rtoq. To'g'ri, lekin kecha uyga pulsiz kirgandim. Onam mayus qarab qoldi-da. Shu mayus qarab turgani menga juda og'ir bo'ldi. Shunga sendan yordam bersang ham bo'lardi do'stim. Keyin onangni san ham hajga jo'natasan puling bo'lgandan keyin. Birga qilamiz davay. Faqat sizlardan talab qilgan narsam meni ikkam qilsanglar bo'ldi. Unda biz sen bilan. Bo'ldi. Kelinglar 5. Sen ish hal qilgin bo'ldi, tamom. Ertadan ishni boshlaymiz. Sardor, ish nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Nima ish ekan Sardor? Xullas, gaplashdim. Aka aytdi, kuniga bemalol 400-500 dollar pul topsak bo'ladi. Xo'sh, shunda sizlar nima qilmoqchisizlar? 2 soat ishlaymiz yetadi. Shunda nima qilmoqchisizlar hozir? Imkoniyatdan foydalanyapti. Qanaqa imkoniyat bu? Bu tuzoq. Gapiraveradi, men ikkam qilinglar bo'ldi. Menga qara, kallangni ishlatsan. Bu ishda oxir yomon. Sato pul topyapmiz-ku. Qanaqa pul? Menga qaralaring. Erkak kishining hayotida ikkita yo'l bo'ladi. Biri og'ir, biri yengil. O'zingga bir qara. Oyoq qo'ling sog'lom, aqling joyida. Chunki men ham seni halol yo'l bilan boqqanman. Endi o'ylab ko'r. Bu ishingda oqibatida ertaga seni oldingda o'g'ling qanaqadir nogironlar aravachasida turishini xohlamasang, bu yo'lingdan qayt. Hammangga
Oldingda ikkita yo'l bor. Biri og'ir, qiyin, biri oson pul topish. Qaysi yo'lni tanlashni o'zing bilasan. Lekin bunaqa ishlaring bilan meni o'g'limning boshini og'ritmalaring. Men ketdim. Ey, to'xta! Jasur! Aka! Qayerga ketyapsan? U bo'lmasa ikkalamiz Malibu minamiz. Qaytish yo'q. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom bolam, keldingmi? Keki bolam, kutib o'tirgandim. Keldim, namcha xavotir olasiz ona? Onam boram deb o'ylamaysan-a? Xavotir olib o'tiribman-ku bolam. Qo'llaring nimaga qaltiryapti bolam? Ko'rib turibsiz, yugurib kelyapman. Betayin o'rtoqlaringga qo'shilib qoldingmi yana bolam? Qanaqa betayin xavotir olmasangiz-chi, o'ynab yurganim yo'q, ish topdim. Mayli kuya, ish qidirayotganing rost bo'lsin bolam. Lekin yomon yo'lga kirib qolmagin deb qo'rqaman-da. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, men uxlayman, charchadim. Choy ichmaysanmi bolam? Yo'q, oyi, qornim to'q. Bo'pti bolam, yaxshi dam olgin. Ey Allohim, ey. Ishqilib yomon yo'lga kirib qolmasin-a bolam. Qiynalib yolg'iz o'zim katta qilyapman. Insof bersin. Aziz. Qalaysan, eshitmadingmi chaqirdim. Yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshi, ne xomushsan? Shu desang, shuncha harakat qilsam ham bolalarni yaxshi yo'lga boshlay olmayapman. Kel, piyoda o'tirib gaplashamiz. Yo'q. Aziz, menga qara. Men odamni ko'rdim. Icham ishonch berayotgan. Men ham shuni aytyapman-da. Ba'zida insonlar ularga qilayotgan yaxshilikni ogohlantirish tushunishmas ekan. Undan nima qil deysan? Undami? Yonda tur, suyanchiq bo'l, dalda bo'l, yiqilsa oyoqqa turg'iz. Ha, bir gap bo'lar. Biz ular yonida turishimiz kerak. Nimadir yo'li bo'lishi kerak edi, pul topish kerak. Og'aylarimga ham pul kerak bo'lardi hozir. Kimsiz? Sen izlagan inson. Yo'li bu. Qanaqa yo'liga? Pul kerakmi? Darkan nechta kerak? Kimga pul kerak emas-ku? Olasan, hech qilsam, ortiqcha savol beramiz. Biroz o'ylab ko'r. Ikkita og'aynim bor, ular bilan birgalikda qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Nima qilishim kerak? O'ylama, o'zingga yarasha haqqini olasan. Mayli, men roziman aka. Mana bumi? Senga lokatsiya tashiyman. O'sha yerga borasan, yetkazsan. Bo'ldi, keling. Xabarlashmadingmi, kelyaptimikan? Ana Sardor kelyapti. Keldingmi, Sardor? Keldim. Xullas, men olib keldim. Shuni tarqatishimiz kerak. Ochchi buni? Ochchi. Usarov Production. Talabdan chiqarman mahallaga ko'zim tushar tanish uylarga minglarga aqchalarga alishmayman o'z ko'chamni mahallamni bermayman
ammo bilaman ilk qo'ygan qadam Mana hozir Full Media jamoasidan kino syomkasi davomiyligi bo'lyapti. Endi xudo xolasa bir nechta epizodimizni kunduzgi kadrlarni mana shu olib oldik. Mana yaxshi ishlaganlarga garilla beryapman. Gapirib, gapinglar tugab qolish kerak emas, seniki texnikka. Lekin siz o'zingiz zo'r sharoit yaratyapsiz. hozir do'stlaring uchun kimsan ota-onang uchun shukr qilib yasha olmading o'zingga o'zing qora dardni orttirding nimani ko'rar bizning ko'zlarimiz kimlarga javob berar bizning so'zlarimiz qayerlarga olar boshimiz ammo o'zgarmas bizdek ko'rshamiz Ko'rdan ham turib deydilar bor. Garajga mana hamma joyda zo'r o'ynab berdi. Aziz zo'r o'ynab berdi. Faqat qoralik edi. Gap bo'ldi. Choyxona bu yoq. Nima qilasiz? Qo'rqib qoldim. Qo'yni ovozini o'chirib. yo'qolib do'stlaring bilan sangirding nomadlikni ortidan hol so'ramading onangni ko'nglidan ko'zingni uzding otangni bag'ridan endi nimaga erishding kimlar bilan tanishding to'g'ri yo'lni topa olmading bu yolg'on bilan kimni aldading kimni aldading kimni aldading atrofingda endi shahar bepayon ason bo'lgan endi sening umring buning sababga asab buzar bo'lding hayotingni kosasidan to'lding bo'ldi endi dard yo'qoldi orzu qafas hech kim endi qo'ng'iroq ham qilmas ahvolingni so'ramas nima oxirgi nafas Hozirgi xonadonda bo'ladigan syomkalarni tugatdik, juda qiynaldik. Endi bosh og'rida Full Media jamoasidan Full Media xo'jayinlari, Nodir Production, Full Media Records. Full Media tomonidan tanlov yo'li deb nomlangan kommentariyada berilgan oxirgi kadrlarimiz bor, yarim kechasi bor. Ko'rib turganlaringiz mana aktyorlarimiz. Sog' bo'ling oxirgi, tek ko'rib oling.